Assalomu alaykum mening hurmatli kuzatuvchilarim, obunachilarim. Bugun biz sizlar bilan 5-sinf matematika 2-qism kitobini 11-betini birgalikda o'tamiz va video darsimizni boshladim. 11-bet juftlikda ishlang. Jadvalni do'stingiz bilan to'ldiring. Javoblaringizni muhokama qiling. Unda biz mana bu jadvalni to'ldiramiz. Birinchi 0,8 ni 20 ga ko'paytirib javobini yozishimiz kerak ekan. 0,8 ni ko'paytiramiz 20 ga va ko'paytirganimizda javobimiz 1,6 chiqadi. Ikkinchisi 0,8 ni ko'paytiramiz 200 ga. 200 ga ko'paytirganimizda javobimiz 16 chiqadi. 16 va 0,8 ni 2000 ga ko'paytirganimizda javobimiz 160 chiqadi. 160 va endi navbatdagisiga o'tamiz. 2,8 ko'paytirishimiz kerak 20 ga. Va biz 2,8 ni 20 ga ko'paytirsak javobi 41,6 bo'ladi. Va endi biz 2,8 ni 200 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirganimizda javobimiz 416 chiqadi. Va endi biz 2,8 ni 2000 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Ko'paytirganimizda javobimiz 4160 chiqadi. Endi navbatdagisiga o'tamiz. 12,8 ko'paytiramiz 20. 20 ga ko'paytirganimizda javobimiz 241. Va endi biz 12,8 ni ko'paytiramiz 200 ga. 200 ga ko'paytirganimizda bizning javobimiz 2416 chiqadi. Va endi 12,8 ni ko'paytiramiz 2000 ga. 2000 ga ko'paytirganimizda bizning javobimiz 24160 chiqadi. Va biz bu misolni bajarib bildik. Endi navbatdagi bajaring va o'rganingdagi birinchi misolga o'tamiz. Bu yerda ko'paytirishimiz kerak ekan. Va biz ko'paytirib boshlaymiz. A'si 0,42 ni ko'paytiramiz 20 ga. 20 ga ko'paytirganimizda javobimiz 8,4 chiqadi. 8,4 va endi B'siga o'tamiz. 0,6 ko'paytiramiz 30. 30 ga ko'paytirganimizda javobimiz 1,8 chiqadi. Endi C'si 4,453 ni ko'paytiramiz 50 ga. 50 ga ko'paytirganimizda javobimiz 222,65. Va endi D'siga o'tamiz. D'sida 0,19 ni ko'paytiramiz 200 ga. Javobimiz 38 chiqadi. 38. Endi E'sini bajaramiz. 0,432 ni ko'paytiramiz 400 ga. Ko'paytirganimizda javobimiz 172,8 chiqadi. 172,8. Endi F'siga o'tamiz. 51,4 ni ko'paytiramiz 800 ga. Ko'paytirganimizda javobimiz 432, ya'ni 40,832 chiqadi. Endi G'siga o'tamiz. 0,62 ni ko'paytiramiz 3000 ga. 3000 ga ko'paytirganimizda javobimiz 1860 bo'ladi. 1860. Endi H'siga o'tamiz. 2,67 ni ko'paytiramiz 2000 ga. Ko'paytirganimizda javobimiz 5340 bo'ladi. 5340.
Endi esiga o'tamiz. 8,905 ni ko'paytiramiz 6000 ga. Ko'paytirganimizda javobimiz 53430 chiqadi. Va endi J esa 65,73 ni ko'paytiramiz 4000 ga. Ko'paytirganimizda javobimiz 262920 chiqadi. 262920. Va biz birinchi misolimizni ham tugatib oldik. Endi navbatdagi ikkinchi misolimizga o'tamiz. Jami miqdorini toping. A va B berilgan ekan. A sovun qutisi massasi 0,20 kilogramm va soni 600 ta. Demak, bir donasining soni 0,20 kilogrammga teng bo'lsa, 600 tanikini topib jami miqdorini yozishimiz kerak ekan. Buni topish uchun 0,20 ni ko'paytiramiz 600 ga va ko'paytirganimizda javobimiz 120 kilogramm chiqadi. 120 kilogramm. Va endi choy qutisiga o'tamiz. Massasi 0,175 kilogramm ekan va soni 40 ta ekan. Biz buni ham 0,175 kilogrammni 40 taga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda javobimiz 7 chiqadi. Demak, 7 kilogramm jami miqdori. Va biz ikkinchi misolimizni ham tugatib oldik. Endi uchinchisiga o'tamiz. Ali hafta davomida 2000 dona muzqaymoq sotdi. Agar bitta muzqaymoq massasi 0,15 kilogramm bo'lsa, Ali hafta davomida necha kilogramm muzqaymoq sotgan? Ali 2000 dona muzqaymoq sotgan va har biri 0,15 kilogrammdan. Demak, biz yozishimiz kerak. Yechish 2000 ni ko'paytiramiz 0,15 ga. Daftaringizga xuddi shunday qilib yozing va javobi 300 kilogramm chiqadi. Demak, Ali hafta davomida 300 kilogramm muzqaymoq sotgan. Buni daftaringizga yozib oling. Men buni kitobda qalam bilan yozib ko'rsatdim. Buni o'chirish mumkin. Ammo siz buni daftaringizga yozing. Va bizning bugungi video darsligimiz tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi video darsliklarimizni uchrashguncha xayr. O'ylaymanki, bu video darsligimiz sizga foydali bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.